Assalomu alaykum akalar. Bugungi mashinamiz Spark mashinasi bo'ladi. 125 mexanika. Bularda antifriz sistema chirib ketganligi hisobiga hozir polniy patrubkalar zamina bo'lyapti. Kimga agar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, antifriz, moy, avtomat korobka, mexanika kimga nima xizmat bo'lsa, Yahyo servisga murojaat qilinglar. Manzil Qushbegi masjiddan 300 metr o'tganda o'ng qo'lda Restart Oil moyxona, qarshimizda Udeya universiteti, bu yoqqa ketishi aeroport yo'li.